Avvalo videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like bosing va izoh qoldiring, chunki bu bizni yanada sifatli avtomobil videolarini tayyorlashga ruhlantiradi. Siz hozir Avtomashina channelda turibsiz. Bu kanal klassik va zamonaviy avtomobillar haqida ishonchli ma'lumot, real tahlil va avtomobil ixlosmandlari uchun foydali kontent taqdim etadi. Bugungi videomizda afsonaviy Chevrolet 3100 pikap mashinasi haqida batafsil gaplashamiz. Chevrolet 3100 o'zining klassik dizayni, mustahkam konstruksiyasi va tarixiy ahamiyati bilan butun dunyoda mashhur bo'lgan avtomobillardan biridir. Ushbu model ilk bor 1947 yilda taqdim etilgan va o'sha davrda yuk tashish hamda kundalik ishlarda keng foydalanilgan. Chevrolet 3100 tashqi ko'rinishi bilan darhol e'tiborni tortadi, chunki uning dumaloq qanotlari, katta old panjarasi va temirdan yasalgan mustahkam kuzovi klassik Amerika uslubini yaqqol aks ettiradi. Old faralari keng joylashgan bo'lib, tungi haydashda yaxshi yoritishni ta'minlagan. Kuzov dizayni oddiy, ammo juda kuchli bo'lib, og'ir yuklarga ham bardosh bera olgan. Pikap platformasi yog'och yoki metall qoplama bilan taklif qilingan va bu uni turli ishlar uchun qulay qilgan. Orqa qismi keng va tekis bo'lib, qishloq xo'jaligi, qurilish va savdo ishlarida samarali xizmat qilgan. Dvigatel qismiga keladigan bo'lsak, Chevrolet 3100 odatda 3.5 yoki 3.9 litrli qatorli 6 silindrli benzin dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu dvigatel soddaligi va ishonchliligi bilan mashhur bo'lgan, chunki u kam texnik xizmat talab qilgan va uzoq yillar davomida muammosiz ishlay olgan. Quvvat ko'rsatkichlari bugungi zamonaviy avtomobillar bilan solishtirganda past bo'lsa-da, o'z davri uchun yetarli va samarali hisoblangan. Dvigatel mexanik uzatma qutisi bilan birga ishlagan va haydovchiga to'liq nazorat hissini bergan. Past aylanishlarda ham yaxshi tortish kuchi mavjud bo'lib, og'ir yuk bilan harakatlanishda katta ustunlik bergan. Chevrolet 3100 ning yurish qismi mustahkam ramka. Agar siz klassik pikaplar, retro dizayn va mustahkam avtomobillarni yoqtirsangiz, Chevrolet 3100 siz uchun ideal tanlov bo'lishi mumkin. U o'zining soddaligi, kuchi va tarixiy ruhi bilan har doim e'tiborni tortadi va yo'lda alohida hurmatga sazovor bo'ladi. Chevrolet 3100 bugungi kunda ko'rgazmalar, retro avtoshoular va maxsus tadbirlarda tez-tez uchraydi. Uning ovozi, ko'rinishi va haydash hissi zamonaviy mashinalardan butunlay farq qiladi. Shu sababli ko'plab yoshlar ham ushbu klassik pikapga qiziqish bildirmoqda. U faqat 60 xotirasi emas, balki haqiqiy mexanik san'at namunasi sifatida qadrlanadi. To'g'ri parvarish qilinganda va ehtiyot qismlari sifatli tanlanganda, Chevrolet 3100 yana ko'p yillar xizmat qilishi mumkin va egasiga haqiqiy zavq bag'ishlaydi. Bundan tashqari ushbu model ehtiyot qismlarining ko'pligi va ko'p ustalar tomonidan yaxshi tanilishi uni saqlashni osonlashtiradi. Klassik avtomobil bo'lishiga qaramay, kundalik foydalanishda ham muammo tug'dirmaydi va to'g'ri sozlanganda ancha ishonchli bo'ladi. Chevrolet 3100 haydovchiga oddiylik va haqiqiy mexanik boshqaruv zavqini his qildiradi. Shu sababli bu pikap nafaqat kolleksiya uchun, balki shaxsiy loyiha va restavratsiya ishlarini yoqtiradiganlar uchun ham juda mos keladi. U avtomobil tarixini his qilishni xohlagan har bir inson uchun alohida ahamiyatga ega. Aynan shu jihatlar uni afsonaga aylantirgan. Bu mashina o'z davrining haqiqiy ramzi hisoblanadi. Har doim qadrlanadi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Avtomashina channel bilan qoling va yana bir bor kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang.